o'xshab chiqadigan mana shunaqa medoviy tortini uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Musofir keliningiz sizlarga uy sharoitida bor narsalardan mana shunaqa medoviy tortini tayyorlashni o'rgatadi. Ishimizni bismillah deb alohida idishga 4 ta tuxumimizni chaqib olamiz, ozgina shakar solamiz va iste'mol sodasidan ozgina yarim choy qoshiqda sovurib, uni yaxshilashtirib olamiz. Uni chekkaga olib qo'yib, alohida mana shunaqa skоворodkamizga 3 qoshiqda asal solamiz va non suvda sovurib, ozgina shakar sovursangiz juda ham me'yorda bo'ladi. Uni yaxshilab qip-qizil bo'lguncha qizartirib olamiz. Rangini o'zingiz xohishingizga qarab qizartirib olaverasiz. O'ta qizil xohlasangiz, mana shuni ancha vaqt qo'zg'ab turasiz. Boyagi tuxumli massamizga asta-sekinlik bilan qo'yib qo'shib olamiz va ozgina unni kam-kamdan solib, xuddi mana shu shaklda sumalak ko'rinishdagi kabi qilib xamir qilib olamiz va alohida idishlarga teng taqsimlab olib, uni xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikda 10 minut turgandan so'ng ozgina quyuqlashadi. So'ng patnisimiz qizib turgan bo'lishi kerak. Ozgina yog'lab olib, xuddi mana shu shaklda videodagi ko'ringani kabi yoyib olib, duxovkamiz 200 gradusda bo'lishi kerak. Mana pishib chiqdi. Hammasini 3 bo'lakka bo'lib oldim. Men chekalarini taqsimlab oldim, maydalab urvoq qilish uchun. Nachinkamizni hamma biladi. O'sha bolalarimizga tayyorlab beradigan atala bo'tqasi, ya'ni sutdan tayyorlangan atala bo'tqasi nachinkasiga mana ortib qolgan chekkalarimni blender yordamida maydalab oldim. So'ng ustiga urvoq qilib, chiroyli qilib shakl qilib kesib oldim. Mana asali tortimiz ham tayyor bo'ldi. Uy sharoitida tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Xuddi mana shuni 3 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Yumshoq bo'ladi. Videolarim yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying.